Hyundai Porter Narda Brown avtomat korobka 2024-yilligi Gold komplektatsiyasi eng fulli bo'ladi akalar. Aynan mana shu rangdan topib bera olmayotgandim. Rosa ko'pchilik so'rashdi, vaqtida topib bera olmadim. Elektromobillarni to'xtovsiz chiqardik. Hozir ham so'rab turganlar bor. Aynan mana shu rangdan ha deganda chiqavermaydi, kam chiqqan bu rangdan, Koreyaning o'zida ham. Narxini boshida aytaman, $16.400 bilan tamojnigacha dastavka qilib yetkazib beramiz bu mashinani. Rastamoshkasi alohida 14.500 dan 15.000 atrofida chiqadi. Haqiqatdan bu rang O'zbekistonga ko'p kirmadi hali. Bo'lsa bir 10 ta yo 15 dona kirgan, 20 ta kirgan rosa bo'lsa butun O'zbekiston bo'yicha bu rangdan. Xo'p, haqiqatdan bu mashina bir qaragan odamni yana bir marta qaragisini keltiradigan rang. Holatlari yaxshi, avariya udar kraskasi yo'q. Mana balonlarda ham rasxod qilmaysiz. Olasiz, binasiz qimmat tonirovkalar. Xo'p. Saloniga keladigan bo'lsak, qarang. Eng fullarida bilasizlar, Aquaprint qimmat materialdan foydalangan bo'ladi. Nikkel, oldi apshipkali Aquaprint. Rolda cruise control, bu yerda mana klimat control, abduf, abagrev, rul abagrev, orqa oyna spiral, Android monitor ham bo'ladi. Qimmat bo'ladi bu monitor. Video registrator o'rnatib qo'yilgan, klimat kontrol, avtomat korobkaga Tiptronik. Mexanika ham bo'ladi, bilasizlar, Tiptronik mana. Ikkitadan pultlarigacha ham bor. Holatlari yaxshi, salonning holatlari mana birkasi akalar, 24 ga 1-oy mashinamiz. Ozgincha yurgani bor, probegini ko'rsatmadimmi? Mana 27.490 yurgan ekan mashina. Bu yerda ilgari sandiqchasi bo'lgan. Mana shu narsa nimani o'rni Bahromjon deyshadi. Bu kichkina sandiqcha, narsalarimiz masalan asbob anjomlar solib qo'yish uchun, yomg'ir qor tegmasligi uchun karislar bu yerga sandiqcha qo'yib yuradi. Xolasanglar, men o'zimda sandiqcha bor. O'zbekistonda o'zida qo'ydirib ham beraveraman. Shunaqa temir sandiqcha. Holatlari endi o'rtacha. Bor narsani bor, yo'q narsani yo'q deymiz. Jabr aytib o'radigan 0 probegdagi yoki 2000-3000 yurgan holatdagi mashina emas u, lekin haqiqatdan olib minishga arzuradi. Atsenkovoyda rasxod yo'q, alishtirmaysiz. Rezinkalari joyida turibdi. Balonning holatlari yaxshi. Orqasida 75 litrlik zavodskiy gaz baloni. Bu taraflarni ko'rdinglar. Salonlar holati mana shu holatda ekan. Narxi $16.400 O'zbekistongacha yo'l kirasi ichida adashmaylar, rastamoshka alohida chiqadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, buni ham chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.